Assalomu alaykum akalar, ukalar, yaxshimisizlar, charchamasdan. Mana biz darvozalarimiz ozgina yig'ilib qolgan ekan. Ozgina obzor qilib o'taylik dedik. Hop, mana bu darvozamiz, lazerli fasonimiz 1.8 disklari, 1.7 profillari, stoykalari 2 da bo'lgan. Taylari Cheveller. Razmerimiz 4 metrga 370. Narxini 1.1 million so'mdan tayyorlab berdik. Bu fasonimiz budjetniroq fason. Pechat high-tech deyiladi. 4 metrga 3.5 metr, 1.3 da bo'lgan 6x4 profillardan foydalanganmiz. Oldi orqa germetika bo'lgan, xudo xolasa. Original devo kraskalasi sepilgan. Bularimiz kvadrati 550 ming so'mdan. Borib o'rnashlari bilan kvadratlari 550 ming so'm. Xo'p, bunimiz qo'lishi o'rnataman, lekin budjetli bo'lsin deganlar uchun disklari 1.3 da bo'lgan, profillari 1.3 da, taylari Cheveller, stoykalari 1.7 da bo'lgan. 3.5 metrga 3.5 metr diskli darvozamiz, qo'l mehnati. O'zdan ko'rib ko'rasizlar. Mana shu germetikalar qilingan. Hamma yo'q ideal holatda. Bunimiz mana high-tech degan fasonimiz. Narxi arzon bo'lsin, o'zi chiroyli bo'lsin deganlar uchun nijavekalardan foydalanganmiz. Yaltirashlarga eni 3 metr, bo'yi 340 sm. Narxlarimiz 630 ming so'mdan bo'ladi. O'rnatishi hamma yo'q ichida matvilakdan foydalanilgan. Matvilak. Taylari Chevellerda bo'lgan. Xudo xolasa hamma yo'q bexijolat bo'ladi. Biz Instagramda yangimiz, like bosib, podpiska qilib qo'yishni unutmanglar. Xudo xolasa bundan ham yangiliklar qilib turamiz. Assalomu alaykum akalar, ukalar, yaxshimisizlar, charchamasdan. Mana biz darvozalarimiz ozgina yig'ilib qolgan ekan. Ozgina obzor qilib o'taylik dedik. Hop, mana bu darvozamiz, lazerli fasonimiz 1.8 disklari, 1.7 profillari, stoykalari 2 da bo'lgan. Taylari Cheveller. Razmerimiz 4 metrga 370. Narxini 1.1 million so'mdan tayyorlab berdik. Bu fasonimiz budjetniroq fason. Pechat high-tech deyiladi. 4 metrga 3.5 metr, 1.3 da bo'lgan 6x4 profillardan foydalanganmiz. Oldi orqa germetika bo'lgan, xudo xolasa. Original devo kraskalasi sepilgan. Bularimiz kvadrati 550 ming so'mdan. Borib o'rnashlari bilan kvadratlari 550 ming so'm. Xo'p, bunimiz